Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Mr. Do'stlar, hammaga salom. Bugun men hardcore o'yinda bu versiyada hardcore yo'qda, ammo 100 kun 50 kun Minecraftda yashab qolaman. Maqsadim shu 50 kun ichida umuman o'lmasdan hamma resurslarni to'plash, dragonni o'ldirish, baza qurish va shunga o'xshagan oddiy ishlar. Qanday bo'lsa biz ketdik. Mana shu yerda xos. Mana. Buni qotyapti salpa. Hozir olib ketamiz bularni. Hozir bizga qishloq kerak. Ketdik. Qanday qilishim endi bilmayman. Mana tekislik joylarga chiqyapmiz. Bugun bizning maqsadimiz baza qurish. Buning uchun men judayam ko'p yog'och chopishim kerak bo'ladi. Agar qishloqdan ko'rsak esa undan yaxshi bo'ladi. Bugungi maqsad qishloq topish. Nima u yer? Qanday biyoma? Qishloqmi? Yo'q, qishloq. Yo'q, qishloq topdim do'stlar. Golemni o'ldirib, uni temirni olib qo'yamiz. Mana keldik. Hozir esa temirchiga borib kelamiz, agar bor bo'lsa. Menda Minecraft nimagadir qotyapti. Yo'q, katta qishloq ekan. Qanday yo'qmi? Ovqat bor ekan, olamiz. Afsus, bu yerda temirchining uyi yo'q ekan. Nima? Yangi bunday uylar ko'rmagan ekanman. Qilaysan. Dadasiga aytib berishga ketyapti. Sandıklı bo'lishi kerak edi-yu shu yerlarda. Bularda hatto ferma, ya'ni bog' ham yo'q ekan. Temirchining issiqxonasi.
Bitta zumradga tosh. Ketamiz, hali bizga bu juda ham ko'p kerak bo'ladi. Do'stlar, men endi yog'och chopaman. Men shu yog'och chopgunimcha videoni to'xtatib turaman. Do'stlar, mana mening yog'ochlarim 56 ta. Endi bularni mejitellarga tayoq qilib sotishim kerak. Ammo tun ham bo'ldi. Uxlab ketishimiz kerak. Hozir buni olib ketaylik. Bassak bo'lsin. 3 ta olamiz ekan. 3 ta. Bo'ldi. Uxlaymiz. Do'stlar, men mana birinchi kunni ham o'tdim. Yes. Qanday bo'lsa ketdik, yana daraxt chopamiz. Shu daraxtlar menga nimagadir yoqyapti. Olib ketamiz. Mana bu endi hozir sotamiz bularni hammasini. Menga endi shag'al kerak. Bo'ldi. Ey, loyakan-ku. Hozir o'zimga toshdan lopatcha yasab, bularni hammasini tezda maydalab olamiz. Bu daraxtlar qatdan keldi. Yomon emas. Shunday gigant daraxtlar bo'lganda, daraxt chopish ham oson bo'ladi. Mana. O'zimga endi yasabman-ku lopatka, endi shag'al. Do'stlar, nimaga avvalgi videoimda 50 ta like to'plab bermadingiz? Axir qiyin emas-ku, bitta tugmacha bossangiz bo'ldi. Men esa Minecraftda shuncha kun yashayapman. Yo, bo'ldi, tushdi. O'zimga kamon stol yasadim. Bu yerdan ketdik. Yo, mana ferma. Ishdan qamab qo'yibman. Hozir. To'xta. Yo, aylandi. To'xta, men hozir. Mayli bo'ldi, inventorni so'kket. Barchasiga tayoqcha yasab, bularni sotamiz. Yo, qo'ydim. Kechirasan. Ketib qolma. Yana chop etmay qoldi. Barcha yog'ochlarga zumrad olib
Hozir mana. Boshqa sotmasgan. Kamon. To's 2 stakok. Bo'ldi, yo'qoling. Zumraddan qancha qolibdi? 8 ta zumrad. Yetarli bo'ladi. To'xta. Endi menga mana bu stol kerak. Kamon chekan hali. Bu yerdan ketdik. Do'stlar, endi men o'zim bazamni quraman. Shungacha pauza qilib turaman. Do'stlar, mana men o'yladim. Shuni kattalashtiramiz. O'zimizniki qilamiz. Qotib qoldi. Judayam qotyapti, g'ijim. Bitta devorni olib tashlaymiz va uni kattalashtiramiz. Koyamiz joyiga. Tomdagi toshni olib bo'lamiz. Qani bir uch. Toshlarni olib, menda bu yerga katta qilamiz. Menda kamon bor. Hop bor. Lekin menda haligacha bitta ham temir yo'q. Qarayam qayerga ketganini esa bilmayman. Maydalaymiz. Tayyor. Bo'lgan bezak beramiz. Nima bilan beramiz? Yo'q, beradigan narsa yo'q ekan. Men ba'zan ko'p bo'lgandan keyin sizlarga albatta xabar beraman. Do'stlar, mana ikkinchi kun ham tugay deyapti. Bu yerda daraxtim o'sibdi. Ben bu yerlarni olib ketaylik, daraxtlarni. Menga ertaga konga tushamiz. Va judayam ko'p temirlarni ko'ramiz. Bo'ldi dedi. Uyim qaysi edi? Hammani ko'rdim. Hali buni ertaga konga tushib kelaylik. Buni zo'r qilib tutaman. Tong otdi. Do'stlar, mana o'zimga natija oldim. Respawn point set. You can only sleep at night.
boltam hamsindi hujum. Bir nimani yoqib oldim shekilli-da. Yo'q-yo'q, nimaga o'chib qoldi? Qaytadan yozamiz. Do'stlar, sizlarga o'rgataman. Qarang. Chatga bosib, mana bunday tayyor effect xato yozmang. Bitta xato va hammasi ketdi. Effect as night pastga chizikcha vision. Xato yozman, vision. Ortiga vaqtini yozasiz. Belgi esa xohlagan soningiz, ammo 255 dan o'tmasin. Mana. Endi esa konga ketamiz. Qani ketdi. Shu atroflarda kon bor edi menimcha. Yog'ochim bor. Yo do'stlar, men olmos topishning yo'lini bilaman. Buning uchun menga loyli ko'lmak kerak bo'ladi. Yo, birinchi temir topdim. Olamiz. Ikkita temir. Yo'q, ikkita emas. Hozir ikkinchi kun. Yana 8 kun yashaymiz. Do'stlar, men kondan chiqib albatta sizlarga xabar beraman. Do'stlar, mana men 15 ta olmos, 35 ta temir bor degandim, lava topdim. Nima qilamiz? Blokim, qaysi blok? O, tosh kerak. Tosh bor ekan menda. Qo'yamiz. Qo'yaylik. Biz endi hozir yuqoriga chiqishimiz kerak. Lopatka bor edi. Gravel. Shu tarzda yuqoriga chiqib ketaveramiz. Do'stlar, siz Minecraftda eng ko'p necha kun hardcore'dami yoki oddiy o'yindami qolgansiz? Men bugun 50 marta qolmoqchiman. Hozirgi kun esa 5-kun. 5-chi, ya'ni yarmiga keldik. Hali yarmi. Yo, mana chiqdik, başlayıp. Do'stlar, o'zirasizlar. O'zbekcha gapirmoqchi edim. Chiqib bol. Yomg'ir yog'ayotgan ekan. Demak, hozir 6-kun. Menimcha. Qayerdaman? Yomman yo'q, qishloqdan shunchalik uzoqqa ketdim. Endi o'zim uyimni topishim kerak.
Hozir buni tushuntiramiz. Yo'q. 6-kun tun bo'libdi hozir. Yo'q, olim. Qamalib qolibdi. Masofadan yoyamiz uni. Yaxshiyam kamonim bor. Üç blok çıkıp. Yo, 3 blok kumda kamlik qiladi. 5. Нормальный. Yine 5 blok. Ha, blokum cho'pagan. Gitti. Çekçe. Minimum kayısı. Do'stlar, sizlar anime ko'rasizmi? Kommentariyga yozib qoldiring. Menga masalan Jodugarlar jangi animesi yoqadi. Naruto animesi yoqadi. Do'stlarga ikkitaga bu nima? Chig'anoq nimaga kerak? Bu nimaga kerak? Buni nima qilaman? Hammasiga tupurdim. Uyim qayerda ketdi? Do'stlar, mana men temirlarni pishirdim va bu yerda pochkalarni qo'ydim. O'zimga endi yasayman, aslahalar albatta. Hozir men 15 ta olmos kirka, olmos qilich, buni sinab ko'ramiz. Olmos kirka, olmos topor esasamaki. Mayli, qilichga esa 12 ta temir qoldi. Yo'q. Qilich yoki bolta yasayman. Bolta yasadim. Bolta endi o'zimga ishton. Ha, mana. Bo'ldi. Shlyapa. Mana. Men zet bronyaga chiqdim. Do'stlar. Mayli, hozir 6-kun. Menimcha. Betsavay. Do'stlar, bugun biz 7-kunning tongiga keldik. 1, 2, 3. Yana 3 kun yashaymiz. Biz shu 3 kun ichida pochkalarni narsalarni taxlaymiz pochkalarning ichiga. Do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa like bosing. Agar shu video ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz esa obuna bo'ling. Agar menda 85 ta obunachi bo'lsa, bu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Hozircha hamma narsani sandiqlaringiz. Shuma yo'qotyapti. Nima? Yo'qotyapti. Yo'q. Endi menga qara. Mendan ko'rasan, sen qansan? Chopib ketdinglar-ku. Sen nima? Ha? Menga o'xshatga narsalarni shu yolmaysanlar. Kesin. Yo'qol. Yana keldi. Buradan yo'lana yo'qol. Do'stlar, menimcha videoni shu joyga tugatsak ham bo'ladi. Hozir 8-kun.
video esa tugadi. Hammaga xayr. Videoni shu joyiga yetkazish ko'rgan bo'lsangiz, like bosing. Men esa keyingi videoga qadar xayrlashaman.